Assalomu alaykum yurtdoshlar, yurtimiz dehqonlari. Mana navbatdagi ish kunlarimizdan biri. Bir oycha oldin oktyabrda boshlarida mana shu o'rinda yana bitta qatorimizni yangi boshlagan edik. O'tgan safar birinchi marta o'g'itlarini berib, o'sha chuvalchanglar joylashtirib shu yerga o'rnatgan edik. Esimda bori shu 40 kuncha bo'ldi shekilli. Mana hozir o'rnashgan holati, mana chuvalchanglarimiz yaxshi bo'lib, mana обработка qilib o'tkazishyapti. Bu yerda hozir hisobimizda shu 20 kvadratdan ortiqroq 30 kvadrat atrofida chuvalchang bor. Mana shu holatda mana 2-3 arava tashlab qo'yganmiz. Hozir boshida jichchalik joyini tovib o'rnashib olguncha jichcha vaqt ko'proq kerak bo'ladi. Keyingi safarlarga уже har oyda o'sha 3 arava 4 aravani обработка qiladigan bo'lib qoladi. Mana shu holatda mana kunlar sovib qo'yapti. Shu holatda ham mana ishlab shu vazifasini bajaryapti. Mana pamilchaga o'xshatib mana shu holatda обработка qilib qo'yyapti. Mana o'zi asli bunaqa qattiqroq holatda bo'lgan tashalgan go'nglar. Endi shuni shu holatda mana mayin qilib o'tkazyapti. Endi shu holatda Xudo xolasa bahorga borib mana sheriklardaqa maylarga borib shu mahsulot beradigan bo'lib qoladi. Ungacha bir 2-3 marta, 3-4 marta tuxumlab mana shu nimasi ishchilari, askarlari ancha ko'payib qoladi. Mana bunaqa holatda bo'ladi. Hozir mana shu 0+1-2 graduslar zo'r holat. Shu chuvalchangda ishlov beradigan, yaxshi ishlaydigan havo shu. Ichkarida shu 15-20 gradus bo'lgani uchun mana shunaqa bemalol yuribdi. Mana hozir sekin-sekin o'zi kirib ketaveradi. Sovuq tegishi bilan mana yo'qib qolaveradi mana shular. Sal tursa o'zi mana kirib ketaveradi. Mana shu holatda ish kunlarimizdan biri. Mana shu bir qator xabar olib shu joylarda tekshirib turibmiz. Mana tayyor o'g'itlarimiz. Xolasa bu taraflari mana bunaqa отход kartochkalar tayyorlab turibmiz. Bu safargi beradigan o'g'itimizga qo'shib yuboramiz. Mana holatda hammasi mana bunaqa qilib chiroyli qilib обработка qilib qo'ygan tashalgan narsalarni. Ular ham bir oydan o'tib qoldi. Mana shu holatga olib kelib qo'yapti.